Strapil yog'och tanlashda siz nimalarga e'tibor berasiz? E'tibor bermagan narsalaringiz bor deb o'ylaysizmi? Agar bo'lsa, bu videoni oxirigacha tomosha qiling. Biz sizlarga o'zimiz bilganlarimizni ulashishni davom etamiz. Strapil yog'och tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Eng muhimi, strapil yog'och tanlashda yog'ochning quruqligiga e'tibor berish kerak. Chunki nam yog'och keyin qurigandan so'ng yorilib ketishi mumkin. Ikkinchi tarafi esa strapil yog'och tanlashda uning tekisligiga ham e'tibor berish kerak. Notekis yog'och ishning sifatini ham buzadi, ustalarning ishlashiga ham qiyinchilik tug'diradi. Uchinchidan esa yog'ochning tashqi omillariga juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ya'ni yog'ochda yorilgan, chirigan yoki qandaydir hasharot izlari bo'lmasligi kerak. Chunki bunday yog'ochlar sifatsiz hisoblanadi. Eng muhimi esa o'zingizga kerakli bo'lgan doimo aniq razmerni xarid qilishga odatlaning. Chunki ortiqcha razmer ortiqcha pul degani. Agarda sizga mana shunday turdagi sifatli strapil yog'ochlar kerak bo'lsa, Inbel Groupga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizda barcha turdagi yog'och materiallari mavjud. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Ha aytgancha, manzil Telegram kanalimizda.